Cho'tki. Tak, hozir biz kollektor yasab olganmiz. Podacha оборотga radiatorga, podacha оборотga cho'pli polligi, трехходовой klapan albatta bo'lish kerak. Sababi kollektorimizga 70 gradusli balk ko'pchilikni ko'ryapmiz. To'g'ri, o'zimizning santexnika emas. Ko'pincha chet ellarda ishlab kelgan santexniklar ham primoy ulab qo'yishayotgan ekan. Трехходовойsiz. Shuning uchun mana shu yerga uzil yig'ib olganmiz. Mana shu yerga kollektorimizni mana paykasini mana shu yerga yopishtiramiz. Ikkitasi radiatorga, ikkitasi cho'pli polga bundoq kelib sakra mavjud ulanadi, xudo xolisa. Kollektorimizni aqlli kollektor qilib olganmiz. Boyagi rasmimizni yig'ilgan holati mana. Xudo xolisa pastiga ikkita adapter qo'yamiz. Qarama qarshi qilib ikkita adapter payka qilib qo'yamiz. Xudo xolisa mana shu yig'ilgani. Cho'tki holat. Rasmini tashuvdim bundan oldin. Mana endi yig'ilgan holat.